Xo'sh, ularga e'tibor berma. Niye e'tibor bermas ekanman? Ularcha rosa g'iybatchi. Siz ayollarni bilmaysiz-da. Mahallada ham shular g'iybatni qilib yuribdi. Men ishga ketishim kerak. Ertalabdan boshim og'ritasan. Nuqul siz ishga ketib shu bahona qilib ketib olaverasiz ishingizga. Meni bunda o'ylamaysiz. Nima qilay? Ishdan bo'shab kelaymi? O'tiraymi sen yoningda? Yo'q, unaqa deyotganim yo'q, dadasi. Sizgacha bitta narsa aytmoqchiman. Xo'sh. Shu tatangiz bilan gaplashing. Nimani? Uyda o'tirib siqilib qolyaptilar. Yoki nima yoki? Gapir. Nima shaylasan? balki qariyalar uyiga tashlab kelarmisan? Jinnimisan? Ha? Kallang ishlaydimi, o'ylab gapiryapsanmi? Odamlar nima deydi? Ha? Nima deydi odamlar? Nima derdi? Hech narsa demaydi, bilishmaydi ular. Dadasi, biz ularni qishloqqa ketdilar deymiz. Qishloqda qarindosh urug'lari bor-ku. Shuni tashlab kelamiz, hech kim bilib o'tirmaydi. Qishloqdalar deymiz, kimdir so'rasa. Mehra, senga nima? Dadam xizmatini qilish malol kelyaptimi? Yo'q, malol kelayotgani yo'q. Shunchaki dadajon uyda o'tirib siqilib qolyaptilar u yerda, borgan joylarida. O'zlari tengqurlari bor. Maza qilib gaplashadilar, ko'chalarga chiqadilar, aylanadilar. Dadajonni qiynashlarini siz ham xohlamaysiz-ku, to'g'rimi? O'zi shundoq ham uyda o'tirmayaptilar. Ertalab ko'chaga chiqib ketadilar, yarim kechasi kirib keladilar. Siz buni qayerdan bilardingiz? Nuqul ishdasiz, xabaringiz yo'q bunaqa narsalardan. Mehra, otamga qaysi yuzni aytaman? Siz qariyalar uyiga borib yashang. O'yladingmi shuni? Unaqa qariyalar uyiga borasiz demaysiz? Nima deyman? Sekin, yotig'i bilan avrab. Seni eshitsa nima bo'ladi? Ha? Jahli chiqadi-yu. Chiqsa chiqar jahli. Voy, o'rgildim jahlidan. O'zi bir kun olib borib qarab ko'rsin, menga qanaqa qiyinligini singiz o'shanda biladi. Qiz bolani yo'rig'i boshqa ekanda baribir. Dadajonisi. Dadangizlar qiynalib qolishini siz ham xohlamaysiz-ku, to'g'rimi? Haqiqatga bundoq tik qarang. U yerda mazza qilib yashaylar. Bilmadim. O'ylab ko'raychi, ishga borishim kerak. Bo'pti, keyin gaplashamiz. Dada. Mana shu yerda ozgina yashab turing. Keyin o'zim kelib, mana muammolar tinchigandan keyin olib ketaman sizni. Xo'pmi? Ne gülüyorsunuz? O'tmishdagi bir kechirilmas xatoga esimga tushib ketdi. Men ham dadamni qariyalar uyiga olib ketib tashlagandim. Xudoyim, qaytar dunyo degani shu bo'lsa kerak. Balkim. Oğlum, iltimasam ben. O'zingni ehtiyot qilgin. Chunki sening o'g'ling katta bo'lib qoldi. Bo'pti. Ketdim men. Ha, dadasi? Tinchlikmi? Tashlab keldingizmi? Tashladim. Sezib qolmadilarmi? Nega jimsiz? Nega gapirmaysiz? Dadamni o'ylayapman. Dadamning gaplari quloqim ostida janglab turibdi. Bilasanmi dadam nima dedi? Xo'sh, nima dedilar?
Bir paytlar dadam ham o'zini otasini o'sha qariyalar uyiga olib tashlagan ekan. Mayli, siqilmang. Ot izini toy bosadi deganlar shu bo'lsa kerak-da. Ha, bolam? Dada, buvam qanilar? Yo'q bo'ling. Endi kelmaydi bo'ling. Kelmaydi. Nimaga kelmas ekanlar? Ular o'rniga siz kelsangiz bo'lmaydimi? Olib keling, tez borib olib keling. Ay, tavba. Halatdan shunaqa betga sapchiydigan bola bo'lyapti. Mayli, qaraychi.